Qiziljonlar, tez homilador bo'lolmayotgan o'rtog'inglarga yuborib qo'yinglar. Qiziljonlar, avvalo Allohning izni bilan shu tamponni men 2 yil oldin qo'llab ko'rganman va ishlatib ko'rganman. Natijasi, rezultati inshaalloh homilador bo'lganman. Qiziljonlar, bu tamponni nafaqat homilador bo'lishda, shamollaganlarda, sistitlarda, har xil sassiq videolarni kelayotganda shu tampondan foydalansanglar manfaatli bo'ladi. Qiziljonlar, bu tamponni iloji boricha steril holatda qilinglar, chunki qininglarga kiradi, infeksiya tushib qolmasin. Qiziljonlar, agar qininglardan ovozlar, kengayishlar sizlarda sezilayotgan bo'lsa, ushbu tamponimizni qilib ko'rsanglar, sizlarda ham rezultat zo'r bo'ladi. Videolarni yo'qolishi sababli qin devorlari torayishni boshlaydi va har xil ovozda kamayishni boshlaydi. Qiziljonlar, bizga oddiy livermik olmasa, kiyimishni o'z emas. Hidi biroz sassiq, lekin natijasi super bo'ladi, ishoninglar. Qiziljonlar, tampon yasash videoda ko'rsatganman. Iloji boricha chiroyli qilib yasasanglar, qo'rqmanglar, tamponning ziyoni yo'q. Faqat homiladorlar, spiral borlar, vrachlardan so'rab qilinglar. Homiladorga umuman mumkin emas. Qiziljonlar, bu tampon ichiga kirib ketmaydi, hech qanaqa ziyoni yo'q. Faqat kechqurun yotishdan oldin, bundan oldingi videomda ko'rsatgan usulda yuvib, matkani yuvib, keyin bundan foydalansanglar, sizlarda rezultat zo'r bo'ladi. Qiziljonlar, iloji boricha buni 10 kun yoki 6 kun qilsanglar, lecheniyalar polniy tugagan bo'ladi. Like, podpiska bosib qo'yinglar, sizlarni yaxshi ko'raman. Keyingi videolarni kutib qolinglar.